Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yuqorida aytib o'tganimdek, ona qo'ylar uchun alohida bitta xona tayyorladik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Baho berasizlar. Eshiklari bular. Ozroq imkoniyatdan foydalanib bir alohida xona tayyorlab qo'ydik. 300-400 gram tushirib, tutlardan, daraxtlardan chiqqan vassalardan foydalandik. Endi qo'y bilan shug'ullanish uchun alohida komfort sharoit bo'lishini kutish shart emas. Komfort sharoit asta-asta yaratiladi. Azizlar, ozroq imkoniyatlardan foydalanib boshlayverish kerak. Albatta Alloh barakasini beradi. Komfort sharoit o'z-o'zidan keladi. Bu yerdan hozir turgan joyimizdan ham bir kichkina yana qo'ra qo'shamiz. Bu yerda nimaiki ehtiyojimiz bo'lsa ishlatamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli video lavhalarimiz hali oldinda turibdi. Qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar. Hammani qo'rasiga Alloh baraka bersin.